Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatını bo'lsin. Avstraliyalik fotograf Sam va marhum liderimiz Ahmadjon Qosimning chevrisi Nuriya Qosimilar birlikda tahrirlikini qilib yozgan Bosh egmas Uyg'urlar nomli kitob nashr qilinib, bozorga selinishga boshlagan. Ingliz tilida nashr qilingan bu kitobda dunyoning har qaysi joylaridagi 33 Uyg'ur yosh va faoliyatchilarining hikoyalari orqali Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining mohiyati ichib berilgan. Mazkur kitobning tarqatilish marosimida so'z qilgan Nuriya Qosimi mundaq deydi: Bizning bu kitobimiz orqali Uyg'urlar bilan tanishganinglardan mamnunman. Biz Xitoyning mustamlikachilikki, zo'ravonligi, sistemli holda zaminimizni egallab olishi, tug'ilish oldidagi bolalarni majburiy ilib tashlash va irqiy qirg'inchilik qatorliq fojiali kechirmishlar haqida o'ylashinglarni tavsiya qilaman. Nuriya Qosimi o'zining qilgan so'zida bolaligini eslab mundaq degan: Esimda qilishicha, men 12 yosh vaqtimda tunji qatim Avstraliyaga ko'chib kelgan vaqtimda boshqalar mendan mening nadin kelganligimni so'raganda, men ularga Uyg'ur deganimda hech kim Uyg'urning qaysi xalq ekanligini bilmaydi. Hozir odatdagi kishilarmi Uyg'urlarni biladi. Ammo bu bizga qilingan vahshiylikning dunyoga bilinish orqali bo'ldi. Atalmış qayta tarbiyalash lagerlaridagi millionlagan kishilar avj olgan islom dushmanligi, keng ko'lamlik nazorat qilish, tilga ilishqimi qo'rqidek darajadagi rayimsizlik, bu ishlar sizga Xitoyning Uyg'ur kimligini yo'qotish uchun har qanday vahshiylikni xohlaydiganligi to'g'risida nurg'un narsalarni so'zlab berdi. Bu yerdagi ko'pincha kishilar Uyg'ur xalqining eng qorong'ulik kunlaridami o'zini xo'shal tutish uchun kulki chaqchaq qila oladiganligini, zulm ichidanmi kichikina xo'shallik tepib, hayotga umid bilan qaraydiganligini, Uyg'urlarning qadimgi turk xalqlaridan ekanligimizni, madaniyatimizdagi she'r, adabiyot va san'atini qadrlaydiganligimizni, suhbatlashishni yaxshi ko'radiganligimizni, eng muhimi orzularimizdan aslo voz kechmaydiganligimizni bilmasligi mumkin. Kitobimizda Uyg'ur olimlari, san'atkorlar, o'qituvchilar, restoran xo'jayinlari, siyosiy faoliyatchilar va oqsoqollar bor. Bizning temalarimizda atalmış qayta tarbiyalash lagerlarida hayot qolganlarning guvohligi bor. Chet elda tug'ilgan Uyg'ur yoshlarining hikoyalari bor. Har birimizning o'z usulimiz bilan Uyg'urlarning bu qarshilik harakatiga to'kib qo'shimiz. Hamda bu ishning oson emasligini bildirdik. Parvosiz dunyoning oldida tashviqot xizmatini ishlash oson emas. Chunki buning oqibati Sharq Turkistondagi oila a'zolaringizni xohlagancha tutib turish, so'roq qilish, qiynash va qo'l qilish xavfiga duchor qilganligini bilamiz. Shundaqdimi bizni birlashtirdigani shuki, biz davomli kurash qilib, butun kuchimiz bilan dunyodagi eng kuchli va rayimsiz millatchi davlatlardan birini qarshimizga olganligimiz. Bu irqiy qirg'inchilikning tahdidiga uchirgan Uyg'ur kimligini egilash, avloddan avlodga davomlashadigan insoniyatning asliga keltirgili bo'lmaydigan bir parcha hujjatini xotirlashdan iborat. Nuriya Qosimi bu vaqtda men Uyg'ur bo'lish sifatim bilan boshqalarga bizning kimligimizni aytishga odatlangan. Men bu kitobda mening xalqim haqida aytganlarimni, bilganlarim va bolaligim bilan moslashtirishga tirishdim. Kichik vaqtimda Sharq Turkistondagi oilamdagilarni ziyorat qilib, Urumchi ko'chalarida chorlayotgan soqchilarga hayron qolganim esimda. Men buni Beijingda ko'rib boqmagan. U yerdagi Xitoylar menga Uyg'urlarning isyonkor, zo'ravon kishilar ekanligini tasvirlashatdi. Menga har qanday Uyg'urning organ va jamiyatning qanchalik hurmatlashidan qat'iy nazar ishonchlik emasligini aytishatdi. Men to'liq o'tir maktabni bitirgan yili Xitoy hukumatining millionlagan Uyg'urni xohlagancha tutib turganligi to'g'risidagi xabarlar tarqaldi. Bu menga Uyg'urlar duch keladigan masalaning bizning kimligimizga xos bir narsa ekanligini, bizning masalamizning aslida biz Uyg'ur millati bo'lganligimiz uchun ekanligini bildirdi. Amaliyotda Xitoy hukumati Uyg'urlarning salohiyatini jinoyatlashtirish orqali irqiy qirg'inchilikni oqlashga urindi. Shuning bilan bir vaqtda Uyg'ur xalqini qirg'in qilib yo'qotish orqali Xitoy ko'chmanlarini ishg'ol qilingan Sharq Turkistonga keng ko'lamda ko'chirishni osonlashtirdi. Vatanimiz hamisha Xitoy ko'chmanlarini qabul qilishga tayyorlangan fursatning maydoni sifatida tasvirlanadi. Xitoy chet ellarda irqiy qirg'inchilikni inkor qiladi. Shundaqla Uyg'ur xalqini yolg'onchi deb tasvirlaydi. Obzorchilar bizni o'lchamlik vahshiylik jinoyatining qurboni deb tasvirlaydi. Siyosiyonlar bizni sistemlik yo'qotishga kirishgan bir davlat bilan iqtisodiy, diplomatik va harbiy munosabat o'rnatish yo'lidagi umidsiz to'salg'u deb qaraydi. Bu sababdan biz Uyg'urlarning haqiqiy hikoyasi orqali Uyg'ur xalqining bu fojiali qismatini dunyoga tanishtirishni maqsad qildik deydi.
Yaqında vatanimiz Sharq Turkistonning Urumchi va Turpanni ziyorat qilgan turkiyalik yosh Taha Yasin jurnalist Habibullah Izchi bilan o'zining Sharq Turkiston ziyorati haqida maxsus suhbat elib borgan bo'lib, u Habibullah Izchi bilan elib borgan suhbatida Sharq Turkistondagi mavjud vaziyat, Xitoyning raqamlik nazorati, irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosatini yoritib bergan. O elib borgan suhbatida Sharq Turkistonda Xitoyning yurgizayotgan qirg'inchilik siyosatini tasvirlab, bu qirg'inchilikning oldida dunyo axborotlarida va turk axborotlarida tasvirlangan besim siyosati degan so'z masalasining bu qirg'inchilikning oldida dunyo axborotlarida va turk axborotlarida tasvirlangan besim siyosati degan so'z masalaning mohiyatiga uyg'un emas. Besim siyosati degan so'z u yerdagi mavjud vaziyat oldida faqat masalani kichiklatib tasvirlash. Ameliyatda Xitoyning qilayotgani haqiqiy qirg'inchilik deydi. Bugün artık Doğu Türkistan'da, Urumçi'de, Turfan'da, yani Doğu Türkistan topraklarında son günümüz artık. Tam 10 gündür bu bölgedeyim. Önce Turfan 3 gün. Sanırım 6 gün oldu da Urumçi'ye geleli. Buradaki insanlarımız çok büyük zulüm görmüş. Çok korkuyorlar. Allah yardım etsin. Yani durumları çok kötü gerçekten. En kısa vakitte inşallah en azından kendi dinlerini özgür yaşayabilecekleri bir hale geri dönebilirler. Şimdilik Urumçi'den, Doğu Türkistan'dan bu kadar. Bildiğimiz medyadan, haberler veya sosyal medyadan duyduğumuz orada var olan bir soykırım, bir baskı, Türk kardeşlerimizin üstüne yapılan bir baskıdan hep haberleriz. Ama bu ne sadece bir haber üstüne veya gördüğümüz Instagram'da veya Facebook'ta veya sosyal medya haber kanallarında bir gönderi üstüne sadece bu kadarını biliyoruz. Oradaki Türk halkının Türklüğünü unutturmaya, İslam'ını unutturmayı amaçlayan bir baskı rejiminin olduğunu hep biliyorduk. Ben aslında bunu görmeye gittim. Ama yani eğer oraya bir insan gitse, yani bilgisiz eminim bu konulardan haberi olmayan bir insan gitse, yani ilgilenmeyen bir insan gitse, sadece turistik amaçlı, tamam da burası da hani gezilecek güzel bir memleket olarak görür. Çünkü dışarıdan bakınca her şey yolunda. Onun dışında halkla temas etmeye çalıştım. İnsanları gözlemledim. Yani sıfırdan üstünüz başınız aranıyor, eşyalarınız aranıyor ve öyle geliyorsunuz. Her yere polis gözetleme noktaları var. Yani tamamen bir abluka altında diyebilirim aslında. Siz Doğu Türkistan'a gitmeden önce mesela sosyal medyada, haberlerde gördüğünüzle oraya gittikten sonraki gördüğünüz durumlar yani örtüşüyor mu? Yani örtüşü taraf da var, örtüşmeyi taraf da var. Şimdi orada hani sosyal medyada sadece bence çok soyut kalıyor sosyal medyada. Sadece diyor, baskı var diyor. Tamam baskı var diyor. Ama oraya gidince artık durumun çok aştığı aşikar. Artık baskı nasıl diyeyim, yıkıp geçmiş ama baskı artık. Taha Yasin jurnalist Habibullah Izchining Sharq Turkistonga borganda kishilar bilan bevosita paranglashib baqdingizmi? Siz ijtimoiy xabarlarda va taratquda ko'rganingiz bilan u yerda ko'rganlaringiz o'xshamdi degan savoliga o'xshaydigan tarafimi bor, o'xshamaydigan tarafimi bor. Faqat u yerdagini besim deyish mavjud vaziyat oldida hech nima emas deb kishilarning yoki taksichilarning uning bilan paranglashishdan qochganligini, uning men turkiyalik deganini anglabla hatto uningdan uzoqlashganligini yoki normal paranglardami qattiq ehtiyot qilganligini aytib, navbatda Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini oqlash uchun Sharq Turkistonga taklif qilingan chet elliklarning faqatla Xitoy ko'rsatgan tayyor sahnalarini va oldin tayyorlangan o'rinlarni sayohat qilganligini, har qanday savdo saroy, masjid, ommaviy qatnash, hatto ommaviy hojatxonalardami ko'zitish kamerasi va chiroy tanish sistemasi borligini, hatto Sharq Turkistonning Urumchida tijorat qilgan chet elliklar onunğa 2017 ve 2018 yıllarda saqchilarning ko'chada ko'rganlik Uyg'urni tutib mangadigan bir vaziyatni ko'rganligini, o vaziyatning kino filmlerdagi ko'rinishlarga o'xshaydiganligini tasvirlashgan. Ama işte dünya çapına baktığımızda da insanlar belki işine gelmediği için, belki pek önemsemediği için bunu savmaya başlandı. Ama şöyle bir şey var, bugün bana olan yarın sana olacak. Hani denir ya, ayarını bozduğun terazi gün gelir seni tartar diye. O yüzden hep doğru olmak gerekiyor. Hani bugün burada bir soykırım varsa bunu söylemeli. Çünkü yarın başka bir yerde de olabilir. Önemli olan kişiye, millete göre değil, doğru ve yanlışa göre davranın. Orada yapılan yanlışsa
Herkesin yanlış demesi lazım. Yoksa yarın öbür günde keyfimize göre başkasını görmezden geliriz. Başkasını umursamayız. Ama yanlış. Oradaki yanlışsa ona herkesin yanlış deyip o soykırımı herkesin dünyadaki bütün milletlerin öne çıkarması gerekir. Yani çıkar ilişkisinden ziyade gerçekten orada o yanlış olduğu için yanlış olduğu söylenmeli. Şöyle ki yani tabii ülkelerin siyasi durumları değişir. Kötü olur, iyi olur, yükseğe çıkar, aşağı iner. Bu ayrı konu. Bu kendi ülkeleri kendi iş meselesidir ama çünkü dediğim gibi herhangi bir ekstra çaba sarf etmeye gerek yok. Çünkü durum zaten çok kötü. Yani olanı göstermek gerekiyor. Tabii Çin'in kendi çabaları var. Olanı daha güzel göstermek gibi. İşte gerekli influencer'ları ülkeye çağırmak. Oraya giden kişilerin, yabancı YouTuber'ların mesela ne güzelmiş, işte insanlar dans ediyor, yemekler güzel, hava güzel, ortam güzel, çok teknolojik için. Bakın yüzümle metroyu açıyorum, çok güzel gözüküyor onlar için. Ama aslında olay böyle değil. Bunu da göstermek yine bize düşen bir görev. Biz bunu ancak gösterebiliriz. O Habibullah izchi bilan o'tkazgan suhbatda oxirida u yerdagi vaziyatning to'liq ichinishli bir ahvolda ekanligini, buningdan keyingi yetishgan yangi nesil avlodlarning butunlay osmosiya bo'lib yetishadiganligini ta'kidlab, bugun Uyg'urlarning beshiga kelgani balki sukut tursak, at bizning beshimizga kelishi mumkin. Davlatlarning o'zining iqtisodiy manfaati siyosati bo'ladi. Ammo insoniy va vijdoniy burchimiz bir irqiy qirg'inchilikning u yerda mavjudligini inkor qilmaslik kerak. Mayli sayohatchi, mayli davlat, mayli akademik, bu hammaylarning bosh tortib bo'lmaydigan burchi deydi. 4 sentabr Uyg'ur harakati tashkiloti bilan Uyg'ur tadqiqot markazining birlikda uyushtirishida Bosniya Hertsegovinaning poytaxti Sarayevo shahrida Srebrenica qirg'inchiligining 30 yilligini xotirlash va davomlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga taqobil turish degan temada yig'in uyushtirilgan. Srebrenica irqiy qirg'inchiligida ziyonkashlik uchiruvchilar xotirlanishi bilan birga kishilarning diqqati Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlariga tortilgan mazkur yig'inda Dunyo Uyg'ur qurultayining taftishi lager shoidi Qalbinur Sadiq xonim guvohlik bergan. Irqiy qirg'inchilikning ta'min etilgan bosniyaliklar bilan bu qirg'inchilikning ziyonkashligiga hilam uchrayotgan Uyg'urlarning vakillari o'zaro hamkorlashib, Xitoyning jinoyatlariga o'rtaq qarshi turish bu qatimqi yig'inning asosli maqsadi bo'lgan. Hürmetli görürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sunduq. Keyin qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.